Lekin juda ham qiziqish bor ediki, Sulton Abdulhamidning tarixini tiriltirishlik. U qanday boshlandi? Sulton Abdulhamidxonning tarixini o'qiyman derkansiz, bu o'qiyotgan paytingizda sizga juda ham ko'p savollarga duch kelishingiz aniq. Abdulhamidxon juda qo'rqoq inson edi va saroydan iloji boricha chiqmaslikka harakat qilar edi. Abdulhamidxon amakisi Sulton Abdulazizxonning vafotidan keyin mas'ullar bilan ish birligini boshlaydi va ular bilan hamkorlikda ishlashni boshlaydi. Yelkasiga boshini qo'yib, gohida ko'zini yoshini oqirib aytadiki, hattoki menga qahva damlab kelayotgan insonlar ham sotqin bo'lib chiqyapti. Sulton Abdulhamidxon mana shu suhbat asnosida 3 daqiqagacha kechikadi. Mana shu 3 daqiqa kechikishlik uni aravasida portlagan paytida aravadan uzoqroq bo'lishligiga va aravadan uzoqroq bo'lganligi uchun joni saqlab qolishiga sababchi bo'ladi. Aslida Sulton Abdulhamidxon haqiqatan ham Imom Buxoriy asarlarini yoqqan. Yoshligimda o'tgan kunlar asarini o'qir ekanman. Moziga ko'ra ish ko'rmoq xayrli deydilar degan jumla bilan boshlanishi meni hayotimni tarixga nisbatan qiziqish va tarixiy shaxslarga va tarixiy davrlardagi xato va yutuqlarga qiziqishimga olib kelgan eng katta jumlalardan biri mana shu edi. Abdulla Qodiriy balkim bu gapni yozayotgan paytida bir insonni islom tarixiga, ayniqsa yaqin o'tmishga qiziqib ketishi va bu o'tmishdan katta xulosalar olib kitoblar o'qishi va kitoblar tarjima qilishini balkim o'ylamagandir. Ancha yillar avval Sulton Abdulhamidxon davri, yaqin o'tmish tarixi, xonliklar davri, amirliklar davri to'g'risida juda ham ko'p qiziqishim bor edi. Va bu davr nimaga yiqilganligi, nimaga Sultonlik imperiyasidan keyin ketma-ket xuddi domino toshlari kabi xonliklar, amirliklar ham yiqilib ketganliklari, faqatgina bu bizning yaqin atrofimizdagi emas, Chor Rossiyasidagi imperiyalar ham yiqilib ketganligiga juda ham qiziqardim. Lekin bu bo'yicha ma'lumotlar, bu bo'yicha asarlar topishlik, ayniqsa o'zbek tilida topishlik juda ham qiyin edi. Bu esa meni til o'rganishlikka va Turkiyaga safar qilishlikka olib borgan eng katta turtkalardan biri edi. Hammamizga ham juda qiziq bo'lsa kerak, bizning yaqin o'tmishimizdagi xonliklar davridagi eng katta xatoliklar nima ediki, bu davrlar yiqildi. Yaqin o'tmishimizdagi Usmonli davlati 600 yildan beri tirik turgan qanday bir davlat, katta bir kuchli davlat bor ediki, u qanday ham nima evaziga yiqildiki, biz buni hozirgi davrda ko'ra olmayapmiz. Dunyolarning o'zgarishi va dunyo siyosatining o'zgarishiga sizga eng katta sabablar va yechimlarni ko'rsatib bera olgan asarlarni taqdim qilishlik uchun bugun sizlarga Sulton Abdulhamidning Sirdoshi kitobini Qamar nashriyoti bilan birgalikda taqdim qilyapmiz. Bu kitob sizni aynan mana shunday savollaringizga bir tomonlama javob bera oladi va bir tomonlama esa sizni yanada qiziqishingizni orttiradi degan umidimiz bor. Yaqin o'tmishga qiziqishim ortib ketar ekan, yaqin o'tmishdagi xatoliklar nima ediki, bir davlatlar yiqilib ketganligi. Yaqin o'tmishdagi xatoliklar nima ediki, xonliklar, amirliklar, mana shunday kuchli, mana shunday katta imperiyaga ega bo'lgan davlatlar va 100 yillab, 200 yillab turib kelayotgan katta davlatlar yiqilganligini sababi meni juda ham qiziqtirardi. Shu bilan Turkiyaga safar qilishga niyat qildim. 2018-yil ilk safarlarimdan biri edi. Ilk safarlarimdan biri bo'lgan paytida Ayo Sofiyani sayohat qilar ekanman. Undan keyin Sulton Ahmadni sayohat qilib bo'lganimdan keyin Sulton Abdulhamidning qabri to'g'risida izlanishiga tushdim. Chunki u inson to'g'risida bir muncha ma'lumotlarim bor. Eng oxirgi sultonlardan, xalifalardan biri bo'lganligida ma'lumotlarim bor, ammo ularning qabri qayerdaligi to'g'risida ma'lumotim yo'q edi. Shunda do'stim bilan birgalikda ularning qabrini ziyorat qilishga bordik va ne tasodifki, Sulton Abdulhamidning vafotini 100 yilligiga to'g'ri kelib qoldik. Va 100 yilligiga to'g'ri kelib qolar ekanmiz, meni hayotimda ikkita mana shunday bir sahna bo'lgan. U sahnalar shunday sahnalarki, qabristonga borgan paytimda aynan shu shaxsiyatni, qabristonda yotgan shaxsiyatni yuzi va siymosiga juda ham o'xshash bir insonlarni chiqib kelishi. Uning birinchisi 2018-yilda Sulton Abdulhamidxonni vafot qilgan yiliga to'g'ri kelgan paytga to'g'ri kelib qolgan edi. Sulton Abdulhamidning evarasi bor. Uning ismi ham Sulton Abdulhamid, Shahzoda Abdulhamid. Shahzoda Abdulhamidxon Sulton Abdulhamidxonning maqbaralaridan chiqib kelardi. Va ko'rgan paytimda mening tasavvurim va meni haybatlari bilan o'ziga lol qoldirgan Sulton Abdulhamidxon butun haybati, butun ko'rinishi, baland bo'ylari, hattoki ozgina bukchayib yurishlari bilan bir xil siymoga ega bo'lgan bir shaxsiyat ichkaridan chiqib kelardi. Men esa Sulton Abdulhamidxonning qabriga duoyi fotiha qilish uchun borgan bir inson edim. Ko'zlarim yosharib ketdi va ularning haybatidan Sulton Abdulhamidxon tirilib kelgandek bo'ldi. To'g'risi juda qo'rqdim. Oldimda kim borligiga hayratga tushdim. Bu tushimmi, o'ngimmi o'zim bilmayotgandim. Aynan shu paytida shahzodam deb atrofda aynan shuncha insonlar o'rab olishdi.
Va shu paytida turk tilini yaxshi biladigan do'stim bilan birgalikda ularga biz O'zbekistondan kelgan ekanligimizni, Sulton Abdulhamidxonni tanib ularni juda ham hurmat qilishimizni va mana shu 100 yillikka to'g'ri kelib qolganligimizdan juda ham xursand bo'lib, ularni ham ko'rganimizdan xursand bo'lganimizni aytib, rasmga tushishni taklif qildik va rasmga tushdik. Xudo xohlasa, bu rasmni montajda sizlarga qo'yib beramiz. U montaj orqali ko'rishingiz mumkin bo'lgan eng katta tasodifiy rasmlardan biri. Va aynan mana shunday sahnalardan yana biri esa shayximiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini dafn qilinayotgan paytida ukalari Muhammad Amin hoji akani chiqib ketgan paytlarida ham shayx hazratlarning siymolari, shayx hazratlarning viqorlari, shayx hazratlarning haybatlarini ham ularda his qilganligim uchun hazrat vafot etmagan ekanlar, hazrat tirik ekanlar deb hammaga baqirgim kelib ketgan edi. Mana shunday qiziqarli tarixlar bilan biz tarixga nisbatan qiziqishimiz va Sulton Abdulhamidxonning kitobini yozishlikka nisbatan qiziqishimiz paydo bo'ldi. Oradan bir qancha vaqt o'tgandan keyin Omonat degan kitobning taqdimoti bo'ldi. Omonat degan kitob Shahzoda Abdulhamidning qalamiga mansub edi. Bu kitobni olar ekanmiz va bu kitobni taqdimotiga borar ekanmiz. Abdulhamidxon haqida yana bir yangi qiziqishlar va yangi ma'lumotlar topishga harakat qilayotgandim. Bu vaqtda Sulton Abdulhamid haqida hech qanaqa serial va hech qanaqa ma'lumotlar o'zbek tilida afsuski yo'q edi. Lekin juda ham qiziqish bor ediki, Sulton Abdulhamidning tarixini tiriltirishlik. U qanday boshlandi? Shahzoda Abdulhamidxon bilan suhbat qurar ekanmiz, O'zbekistonga borganmisiz? Buxoroga, Samarqandga, Xorazmga, u sizlarning ota yurtingiz. Agar xohlasangiz boraman desangiz, men sizga sherik bo'lib boraman, sizga butun O'zbekistonni tanishtiraman deb taklif bildirdim. Shunda aytdilar. Men O'zbekistonga bordim. O'zbekistonga borgan paytim hech kim tanimadi meni. Borgan paytimda hattoki kirish mumkin bo'lgan ayrim joylarga ham kira olmadim, afsuski. Ziyorat qilishni reja qilgan juda ko'p rejalarim bor edi, ammo yaxshi kutib olinmaganligi yoki bo'lmasa sharoitlarning yaxshi bo'lmaganligi sababdan qaytib kelishga majbur bo'ldim deb aytdilar. Shunda bildimki, demakki O'zbekiston ahli hali Sulton Abdulhamidni tanimaydi. Demak, o'sha paytda bildimki, Sulton Abdulhamidni tanishish uchun nima ishlardir qilishlik kerak. Shunda Shahzodadan so'radim. Shahzoda, menga bir mavzu juda ham qiziq. Abdulhamidxonni yaxshi tanishmaganligi uchun sizni tanishmabdi. Usmonli tarixi bizda tarix kitoblari o'rgatilmaydi va o'rgatilsa ham juda ham qisqa mavzuda o'rgatiladi. Mana shu kitoblar bo'yicha ish qilsam, qo'limdan kelgancha Usmonli tarixi va Sulton Abdulhamidni tanishtirishga harakat qilsam, qanday kitob tavsiya qilasiz degan paytimda, o'sha paytida yaxshimi, yomonmi, bizga yoqadimi, yoqmaydimi, Abdulhamidxonni o'zini davrida yozilgan manbalarni tarjima qilishga harakat qiling. Chunki undan keyingi davrda yozilgan juda ko'p kitoblarda bo'xtonlar juda ham ko'p deb aytgandilar. Mana shundan keyin izlanib Tahsin Podshoning, ya'ni haqiqiy Tahsin Podshoning, Sulton Abdulhamidxonni yonida sirdoshi, yaqini, do'sti va uni yordamchisi sifatida ishlab kelgan Tahsin Podshoning yon kundaligini nashr qilinganligini ko'rib qoldim. Eng asosiysi aytaman, Tahsin Podshoni Sulton Abdulhamidning sirdoshi deb nomlangan bu kitobning original nusxasi turk tiliga tarjimasi, ya'ni Usmonli tilidan eski Usmonli yozuvidan yangi o'zbek turk yozuviga ko'chirishini o'zi ham juda yaqin fursatda bo'ldi. Ya'ni bu ancha yil 10, 15, 20 yillardan oldin tarjima qilingan kitoblardan biri emas edi. Undan keyin bu kitobni qo'limga ushlab qolar ekanman, albatta bu kitobni tarjima qilishim kerak. Albatta bu kitobni O'zbekistonga va o'zbek o'quvchilarga taqdim qilishim kerak. Usmonli tarixi va oxiriga 100 yillikda bo'lgan siyosiy muammolarga sabablar va ayrim davlatlarning qanday paydo bo'lib qolganligi, ayrim davlatlarning nima uchun ayrim muammolarga jim qarab turganligi va ularni podshoh sifatida kim saltanatni tepasiga olib kelib qo'yganligi to'g'risida juda ko'p ma'lumotlarni o'qir ekanman. Barchasi Sulton Abdulhamidxonning tarixiga chambarchas bog'liq edi. Siz siyosatni o'rganmoqchi bo'lar ekansiz, siz oxirgi o'tmishdagi qiyinchiliklar va qiyin davrlarni bilmoqchi ekansiz va aynan Sulton Abdulhamidxon davridagi eng katta muammolarni bilmoqchi ekansiz va 600 yildan beri tikka turib kelayotgan bir Usmonli davlatini qanday qilib yiqilib qolganligi va nima sababdan yiqilganligini bilmoqchi ekansiz, Abdulhamidxonning tarixini o'qimasdan buni umuman imkoni yo'q edi. Shundan keyin Abdulhamidxonning tarixiga qiziqish boshlandi va shu orada qo'limga bir kitob kirib keldi. U kitob Islom tarixining 100 buyuk shaxsi deb nomlangan kitob edi. Bu kitobni o'zbek tilidagi tarjimasini tayyor ekanligi va o'zbek tiliga tarjima qilishlik uchun joy va nashriyot qidirilayotgani to'g'risida ma'lumotni internetda o'qib qoldim. O'qib qolar ekanman, men uchun juda ham qiziq bo'ldi bu kitobni nashr qilishlik, chunki bilardimki, tarixiy shaxslarga nisbatan qiziqishim va tarixiy shaxslarga nisbatan muhabbatim o'zgacha bo'lganligi uchun bu kitobni albatta o'zbek tilidagi tayyor bo'ladigan bo'lsa, nashriga men yordam beraman deb Turkiyada 7 yildan beri ishlab kelayotgan Furqon nashriyotimiz bilan hamkorlikda bu kitobni nashr qildik. Nashr qilar ekanmiz, bir kemtiklik paydo bo'ldi. Bu kitobda juda ham ajoyib asarlar yozilgan va juda ham go'zal shaxsiyatlar yoritib berilgan edi. Ammo yoritib berilgan mavzulardagi maqolalar,
ya'ni 100 tagina shaxs to'g'risida 100 tagina maqola topa olasiz u kitobda xolos. Menga o'sha yerda yozilgan shaxsiyatlardagi ma'lumotlar juda ham kamlik qildi. U ma'lumotlar faqatgina bitta maqolaga sig'adigan ma'lumotlar emas edi. U yerdagi shaxsiyatlarning har biri 100 ta insonni hayoti to'g'risida 100 ta kitob bo'lishga arziydigan ma'lumotlar edi. Shundan keyin o'yladim. Demakki, agarki bitta inson 100 ta maqoladan qoniqmaydigan bo'lsa, ya'ni men qoniqmaydigan bo'lsam, demakki boshqalar ham qoniqa olmaydi. Demakki boshqalar ham bu kitoblarni o'qir ekan, bundan-da kattaroq ma'lumotlarga, bundan ham batafsilroq yoritilgan ma'lumotlarga ehtiyoj tuyadi. Demakki 100 ta islom ummatining 105 shaxsiga o'xshagan bitta kitob qilgandan ko'ra shuni 100 ta kitob qilishlikka nisbatan harakat reja qilindi. Va bu harakatni debocha sifatida bir kitob tanlanish kerak edi va shu kitobdan boshlanishlik kerak edi. Men tepadan, ya'ni tariximizni eng eski davrlardan boshlashni emas, yaqin tarixdan boshlab turib tepaga qarab ketishlikni reja qildim. Va shundan keyin yaqin orada Amir Olimxon to'g'risida asar izladim. Xudoyorxon to'g'risida asar izladim yoki bo'lmasa o'zimiz yaqin davrimizdagi xonliklar va amirliklar to'g'risida asar izlar ekanman. Afsuski ular to'g'risida birorta bir aynan o'sha davrni yoritib bera olgan bir go'zal asar topa olmadim. Topa olmaganligim sababidan endi qo'shni davlatlarga, Turkiy davlatlarga o'tishlikni boshlagan paytimda bizni davrimizga yetib kelgan va bizni davrimizgacha sof tarixini saqlab qola olgan tarix sifatida Sulton Abdulhamidning tarixi borligi meni juda ham qiziqtirdi. Va shundan keyin Tahsin Poshoning Abdulhamidning sirdoshi deb nomlangan kitobni nashri to'g'risida va tarjimasi ustida jiddiy ma'noda ishlash boshlandi. Bu tarjima deyarli 5 yil vaqtimizni oldi. Nima uchun deyiladigan bo'lsa, chunki uzuq tarjima qildik. Birinchi avvalambor tarjimani ustida ishladik, undan keyin Usmonli tilidagi solishtiruv boshlandi. Chunki bu original nusxasi Usmonli tilida yozilganligi uchun o'rtasidagi solishtiruv boshlandi va bu qayerdan olinganligi to'g'risida gazetalardagi asl nusxalar izlanishlikka boshlandi va undan ham eng asosiysi tarjimadan qoniqmadikda buni ustidan yana 2 marta alohida yana tarjima qilib chiqdik. Avvalambor ilk tarjimani men qilmaganman. Ilk tarjimasini avvalambor Gulbahor Abdulloh bilan birgalikda tarjima qilindi va tarjima bizga qoniqildi-yu, lekin avvalambor ustidan yanada ishlasa, yanada go'zal bo'lsa degan niyat bilan ustidan yana bir marta o'zim ko'rib chiqdim. Usmonli tilidan yana boshqa bir ustozimiz ko'rib chiqdilar va undan keyin barcha holati tayyor bo'ldi degan paytimizda ustozimiz Olimjon Allohquli buni ustidan tahrirlash ustida ham tahrirladilar, ham bizni qilgan tarjimalarimizdagi ayrim xato va kamchiliklarni ko'rib, uni ko'rsatib, uni ustidan yanada go'zal tarjimalar bilan bizga taqdim qildilar. Ya'ni bu kitob sizning qo'lingizga yetib kelguniga qadar kamida 4 ta tarjimondan va eng asosiysi 3 ta tahrirdan o'tgan kitob hisoblanadi. Mana shuning uchun orada 5 yil vaqt o'tdi va eng asosiysi kitob tarjima qilindi. Hammasi tayyor, ammo bir muammo bor edi. Kitob tarjima qilinishlik davomida qilgan harakatlarimiz bir tomonlama, buni nashr qilishlik uchun juda ham katta summa topishlik bir tomonlama bo'lib muammo bo'lishni boshladi. Mana shunday muammolar bo'lar ekan, juda ko'p insonlarga taklif bildirdik va juda ko'p insonlarga bu kitob haqida ma'lumot berdik. Ammo juda ko'p insonlar bu kitobga umuman qiziqish bildirishmadi yoki homiylik qilishni xohlashmadi. Mana shunday homiylik izlab yurgan paytimizda, yaqinda bir Turkiyaga safar qilgan paytimiz, islom tarixini, Turkiyaning tarixi, Usmonli tarixi va Usmonlini yuksalish, yiqilish va eng oxirgi davrlar to'g'risida aytib berar ekanman. Ikki opamiz bu davr haqida juda ham qiziqib qolishdi va qiziqib aytishdi: "Abdulaziz, shuncha paytdan beri Turkiyada yashar ekansiz. Tarixga nisbatan qiziqishlaringiz ham yetarli ekan. Biror bir asar yoki birorta bir asarni yozishlik va tarjima qilish ustida hech ishlab ko'rmadingizmi?" Ishladim, ancha bir insonga taklif ham qildim, ammo nashr qilishlikka na vaqt, na bir mablag' topa olmayapman deb aytgan paytimda juda go'zal taklif aytishdi. Shu kitobni tarjimasi bitgan bo'lsa, nashriga biz yordam beraylik deb ikkita ayolni ko'magi bilan mana shu kitob tarjima bo'ldi va hozirni o'zidan ham ularga juda ko'p joyda takror aytgan bo'lsam ham yana takror aytaman. Katta rahmat. Buning ilk kitobni nashr sifatida nashr qilinishiga mana shu ikkita ayolga o'zimning tashakkurimni qayta aytishlikdan hech charchamadim. Ikkinchi nashri kelgan paytimizda, kitob nashr qilayotgan paytimizda bir muammolardan biri bor edi. Bu qanday muammo deyiladigan bo'lsa, kitobni nashr qilib bo'ldik-ku, ikkinchi nashr qilishlik, uchinchi nashr qilishlik uchun yana mablag'ga ehtiyojimiz bor edi. Chunki siz kitobni nashr qilar ekansiz, kitobdan kelayotgan foyda sizga juda ham uzoq yuluq keladi va oylar davomida sekin-asta keladi. Siz uni xohlaysizmi, xohlamaysizmi, jamlab turishlikka juda qiynalasiz, chunki oylik xarajatlar va shunga o'xshagan muammolar bo'lganligi sababidan. Ikkinchi nashrga yaxshi bir homiy izlab yurgan paytimizda Qamar
nashriyoti ochilayotganligi, Qamar kitoblar do'koni bizga ham homiylik qilmoqchi ekanligi va bu homiylik evaziga kitobni qayta nashr ustida jiddiy shug'ullanish niyati borligi to'g'risida taklif bildirildi. Mana shundan keyin Qamar nashriyoti bilan birgalikda biz Sulton Abdulhamidning Sirdoshi kitobini qayta ikkinchi nashrini taqdim qildik. Bu nashr avvalgi nashrlardan nima farqi bor desa, juda ham sifatli nashr qilinganligi, Turkiyada nashr qilinganligi, qog'ozlari sifati va eng asosiysi muqovasi juda ham ajoyib shaklda nashr qilinganligi bilan ajoyib. Endi kitobning ichidagi mazmunga Sulton Abdulhamidning tarixiga yetib kelaylik. Sulton Abdulhamid xonning tarixini o'qiyman derkansiz va bu o'qiyotgan paytingizda sizga juda ham ko'p savollarga duch kelishingiz aniq. Nima uchun deyiladigan bo'lsa, Sulton Abdulhamid xon davrini o'zida ham, Sulton Abdulhamid xonning davrini oxirida ham, hattoki vafotidan keyin ham juda ham ko'p salbiy fikrlar Sulton Abdulhamid haqida juda ham ko'p kitoblar yozilgan. Bu kitoblarning eng asosiylari yaqin tarixgacha Turkiya, ya'ni biz bilgan Turkiya Jumhuriyatida qonli sulton sifatida tarix kitoblarida yozib kelingan sultonni haqida biz gaplashamiz, Sulton Abdulhamid xon haqida. Kitoblarda, darsliklarda, hattoki juda ko'p asarlarda Sulton Abdulhamid xon qonli sulton sifatida eslanilgan. Nima uchun deyiladigan bo'lsa, chunki sultonni qilgan ishlari, insonlarni o'ldirganliklari, hattoki Sahihul Buxoriyni kitobini yoqib yuborganligi to'g'risidagi manbalar va ma'lumotlar o'sha paytda gazetalarda bemalol bo'rtirib berilgan edi. Va mana shunday ma'lumotlar sababdan ham Sulton Abdulhamid xon sifatida juda ham salbiy kitoblar va juda ham salbiy ma'lumotlarga to'lib toshgan. Sulton Abdulhamidning tarixiga kelar ekanmiz, Bill Clintonning aytgan gapi hech ham yodimdan chiqmaydi. U bir intervyusida davlat bilan bo'lgan suhbatida bir gap aytgan edi. O'zini qaysi o'qishda o'qiganligi, qanday ilm olganligi va qanday ilmlar bilan o'zini siyosiy ma'noda boyitganligi to'g'risida aytib o'tar ekan. Biz universitetimizda Abdulhamidning Siyosati degan asarni o'qir edik degan mazmuni bir gapni eslatib o'tishadi. Bu gapi juda ham mashhur bo'lgan gaplardan biri, ammo afsuski Abdulhamidning siyosati, Abdulhamidning ish yuritish va siyosiy talqini to'g'risidagi kitoblar bizda afsuski yo'q. Ammo chet el davlatlarida va Angliya kabi, Amerika kabi katta kuchli universitetlarda bu alohida fan sifatida o'rgatiladigan asarlardan biri. Aynan mana shunday siyosatni qanday siyosat yuritilishligi va qanday siyosat yuritilish kerakligi to'g'risida Abdulhamid xonning tarixi sizni juda ham qiziqtiradigan asarlardan biri. Sizlar uchun balkim yangilik bo'lar. Tahsin Podsho kitobida yozayotgan paytida kundaligida shunday bir gaplar aytadi. Abdulhamid xon juda qo'rqoq inson edi va saroydan iloji boricha chiqmaslikka harakat qilar edi. Agar siz haqiqiy ma'noda Sulton Abdulhamid xonning davriga tushib qolishlikka va u davrni o'qishlikka harakat qilar ekansiz, Abdulhamid xon amakisi Sulton Abdulaziz xonning vafotidan keyin mas'ullar bilan ish birligini boshlaydi va ular bilan hamkorlikda ishlashni boshlaydi va ilk siyosatidagi, ilk sultonlik davridagi 5 yilini masonlar nima deydigan bo'lsa, aynan mana shu ishlarni qilishlik bilan davom ettiradi. Maqsad nima edi deyiladigan bo'lsa, maqsad masonlar o'zi qayerdan kelib qolganligi, ularning siyosatlari, kimlar bilan ish yuritishi, kimlarga homiylik qilishi, odamlarni qanday o'ziga jalb qilishi, siyosatni ichidagi mason bo'lgan insonlarni topishlik va ularni bilishlik maqsadida 5 yil sabr qiladi va 5 yil sabr ichida hattoki Turkiyadagi ochilgan lojalari bo'lsin yoki bo'lmasa ularning ofislari bo'lsin yoki tashkilotlari bo'lsin, ularga homiylik va tabriknomalar yuboradi. Siz kitobni o'qir ekansiz, Sulton Abdulhamid xonning qo'rqoqligi to'g'risida ma'lumot eshitasiz, ammo Sulton Abdulhamid xon 5 yil davomida kimlar bilan kurashayotganligi va kimlar bilan jang qilayotganligini yaxshi bilib olish uchun u hamma harakatlarni, hamma siyosatlarni qilgan edi. Aynan mana shu 5 yil davridan keyingi davrda Tahsin Podsho saltanatning ichiga kirganligi va Sulton Abdulhamid xonni taniganligi uchun bu davrda qanday boshidan qiyinchiliklar o'tkazganini balkim xabari yo'qdir deb o'ylayman Tahsin Podshoni. Shuning uchun balkim qo'rqoq bo'lgandir, shuning uchun balkim saroydan chiqmagandir degan ma'lumotlarni aytgandir. Yana bir ma'lumotni sizga aytib o'tib ketishim kerak. Sulton Abdulhamid xon yaqin bir sirdoshi sifatida bir do'sti bo'ladi. Mana shu do'stini chaqirib turib, yelkasiga boshini qo'yib, gohida ko'zini yoshini oqirib aytadiki, hattoki menga qahva damlab kelayotgan insonlar ham sotqin bo'lib chiqyapti. Saroyning ichida va saroyning tashqarisida shu qadar sotqin ko'pki, sotqin bo'lmagan insonlarni topa olmayapman va har bir insondan shubhalanyapman deb turib, ko'ngli o'ksib buni yig'lab gapirib beradi. Va yelkasiga qo'yib yig'lab gapirib bergan inson qanday bu ma'lumot bizga yetib keldi deyiladigan bo'lsa, bu ma'lumot Edwin Pierce'na Kundalik xotiralar kitobida yetib keladi va eng qizig'i bu voqeani yozib ketar ekan, oxirida
Sulton Abdulhamid Xon hammani kashf qila oldi va hammani sotqinligini bila oldi, ammo meni sotqinligimni bila olmadi degan javob bilan oxirini to'ldirib ketadi. Ya'ni shunday sotqinlar ko'p bo'lgan davrda yashadiki Sulton Abdulhamid Xon hattoki o'zini yonidagi insonlarga ham ishona olmasdi. Hattoki farzandlariga ham ishona olmaydigan juda bir qiyin davrni boshdan o'tkazdi. Mana shuning uchun ham balkim saroydan ko'p chiqmagandir. Yana bir davrni sizga eslatib o'tib ketmoqchiman. Biz bilamizki, mashinalarga bomba qo'yishlik bu suiqasd usullarining eng mashhur usullaridan biri. Siz mashina yurib ketishdan oldin unga bomba qo'yib qo'yasiz, mashina yurishlik davomida portlab ketadi va bu ichidagi insonlarning o'lishiga sababchi bo'ladi. Mana shu bombani ilk kashf qilinishi qachon boshlangan desa, birinchi kashfi Abdulhamid Xonni o'ldirishlik uchun juma namoziga ketayotgan otini aravasini ichiga qo'yilgan bomba bilan boshlangan. Butun mana shu, ya'ni aravaga bomba qo'yishlik Sulton Abdulhamid Xonni davrida ilki imzo ortilgan. Sulton Abdulhamid Xon o'zi programma bo'yicha, ya'ni dasturi bo'yicha juma namoziga borishi, juma namoziga borgandan keyin xalqqa salom berishi va hech kim unga savol bermasdan, hech kim uni bezovta qilmasdan yana o'zini aravasiga kelib o'tirib, keyin saroyga qaytish kerak edi. Bu qirollikdagi eng katta dastur edi va bu dasturga hamma amal qilardi. Ammo o'sha paytida Sulton Abdulhamid Xon juma namozidan chiqayotgan paytida masjiddagi imom unga savoli bor ekanligi va bu ayrim bir masalalarga yechim sifatida u bilan maslahatlashmoqchi ekanligini aytadi. Sulton Abdulhamid Xon mana shu suhbat asnosida 3 daqiqagacha kechikadi. Mana shu 3 daqiqa kechikishlik uni aravasi portlagan paytida aravadan uzoqroq bo'lishligiga va aravadan uzoqroq bo'lganligi uchun joni saqlab qolishiga sababchi bo'ladi. Mana shunday xoinliklar, mana shunday suiqasdlar, mana shunday qiyin bir davrda podshoh bo'lib turganligi uchun ham u saroydan kam chiqqanligini eslatib o'tmoqchiman. Bu kitobni o'qirkansiz gohida asabingiz buziladi, gohida jahlingiz chiqishi mumkin, ammo bir narsani unutmangki, ko'pchilik narsasi haqiqat va bu Sulton Abdulhamid Xonning ko'zi bilan qaralgandek haqiqatlar emas, bu Tahsin Podshoning ko'zi bilan qaralgandek haqiqatlar. Va kitobning ichida yana bir ma'lumotga duch kelishingiz mumkin. Sulton Abdulhamid Xonning sigara ichganligi to'g'risidagi ma'lumot. Siz o'ylashingiz mumkin, Abdulhamid Xon sigaret ichganmi? Ya'ni bizni hozirgi davrimizga kelib turib sigaret ichishlik harom-ku, yoki bo'lmasa sigaret ichishlik bu katta gunoh-ku. Qanaqa qilib Abdulhamid Xon sigaret ichgan bo'lishi mumkin, sigaret chekkan bo'lishi mumkin degan tushunchalarga duch kelishingiz mumkin. Ammo bir narsani sizga aytib ketmoqchiman. Sigara bizga yaqin bo'lgan davrda ya'ni islomiy tomonlama uni haromligi, makruhligi va shu to'g'risidagi fatvolar chiqishni boshladi. Nima uchun desa, chunki xalqqa ochiq sotilishni boshladi. Sulton Abdulhamid Xonning davrida sigara ichishlik, ya'ni sigaret ichishlik faqatgina oliy toifadagi insonlar ichishi mumkin bo'lgan qimmatbaho bir narsa edi. U xalqqa ochiq bo'lgan narsa emas edi. Uni faqatgina qirollar, vazirlar, lordlar yoki bo'lmasa katta-katta qo'mondonlar icha olardi va ular uchun maxsus juda ham qimmat pulga keladigan maxsus tutun ishlab chiqaradigan joylar bor edi. Abdulhamid Xonning alohida bir tutunchisi, ya'ni tutunchi deganda sigara olib kelib beradigan insoni borligi to'g'risida bu kitobda ma'lumot olishingiz mumkin. Faqat bir narsani eslatib o'tib ketmoqchiman. Sigarani, ya'ni sigaretni, biz bilayotgan sigaretni yomonligi to'g'risidagi fatvolar yoki bo'lmasa uni organizmimizga sekin-asta o'ldirishi mumkin to'g'risidagi ma'lumotlar yaqindagi 20-30 yoki bo'lmasa uzog'i bilan 40 yillikda kelgan ma'lumotlar. Ammo Sulton Abdulhamid Xonning davridagi, ya'ni bundan 100 yil oldingi, ya'ni 110-120 yil oldingi ma'lumotlar haqida sizga gaplashyapmiz. U davrda buni zararlari to'g'risida ham, buni insoniyatga berishi mumkin bo'lgan yomonliklar to'g'risida ham hech qanday ma'lumotlar yo'q edi, afsuski, va faqatgina buni sigara ichishlik bu sizni qanchalik qimmatbaho buyumlarga ega ekanligingizni, qanchalik bir katta shaxsiyat ekanligingizni bildiradigan bir belgi sifatida ko'rilardi. Mana shuning uchun hozirgi davrda kelgan xulosalardan kelib chiqqan holatida Sulton Abdulhamid Xonga nisbatan o'sha paytda qilgan ayrim qarorlarini, ayrim bir munosabatlarini qoralamasligingizni va uni noto'g'ri tushunmasligingizni tavsiya qilib qo'ygan bo'lardim. Va yana bir ma'lumotlardan biri, Sulton Abdulhamid Xon Imom Buxoriy asarlarini yoqqanmi degan mavzu. Aslida Sulton Abdulhamid Xon haqiqatan ham Imom Buxoriy asarlarini yoqqan. Bu qanday bo'lgan deyiladigan bo'lsa, siz bu kitobda o'qirkansiz, bu to'g'risida ma'lumotlar juda ham ochiq yoritib berilmagan. Sulton Abdulhamid Xonga
Imom Buxoriyning asarlari Sahihul Buxoriy kitobi olib kelinadi va u kitobda ko'riladiki, Sahihul Buxoriyning ichida, sahih deb yozilgan kitoblarning ichida zaif hadislar ham kiritib ketilgan bo'ladi. Ya'ni aslida dinni buzishlik va dinni musulmonlarni chalg'itishlik uchun va dalil sifatida olib kelayotgan paytda, ya'ni siz bilamizki, Usmonli imperiyasi va u xalifalik deb atalgan paytida mana shunday joydan bir Sahih Buxoriy kitobi chiqqan bo'ladigan bo'lsa, u kitobga albatta ishoniladi. Albatta u kitob asos sifatida ko'rsatiladi. Mana shundan kelib chiqqan holatida Istanbulda Sulton Abdulhamid yashayotgan bir davrda Sahih Buxoriy kitobi tekinga tarqatiladi. Masjidlarda, madrasalarda tekinga tarqatiladi va juda ham sifatli nashr tarqatiladi. Va Sulton Abdulhamid taftish qilayotgan paytida bu kitobning ichida sahih deb yozilgan, ammo aslida zaif bo'lgan va ichida juda ham aslida bor bo'lmagan va to'qima hadislar borligini ko'rib qoladi va shundan keyin butun o'sha nashr qilingan kitoblarning barchasini yoqishlikka buyuriladi va tarixda nima deb yozib qoldiriladi? Sulton Abdulhamid Sahih al-Buxoriy kitobini yoqdi deb. Ammo aslida Sulton Abdulhamid xon islomdagi hadislarni barchasini saqlab qolishlik maqsadida bu ishni qiladi va uni orqadan o'zini xazinasidan, o'zini asl kelib chiqayotgan maoshidan, sardan olayotgan maoshdan kelib chiqqan holatida Sahih al-Buxoriyni original nusxasini, ya'ni asl nusxasini nashr qilib tekinga tarqatishlik bo'yicha juda ham katta fatvo beradi, buyruq beradi va buning oqibatida Sahih al-Buxoriy 100 minglab nashr qilinib tekinga tarqatiladi. Ammo bu to'g'risidagi ma'lumotlar bizgacha yetib kelmaydi yoki bo'lmasa tarix bu narsani eslashni xohlamaydi. Shuning uchun Abdulhamid xon haqida birorta bir kitob o'qir ekansiz, birorta bir manba o'qir ekansiz, avvalambor albatta bir ish qilgan bo'lsa, uni yaxshilab o'ylab ko'rib va uni yaxshilab taroziga tortib va shuni to'g'ri deb bilganligi uchun qilgan va Abdulhamid xon qilgan bo'lsa to'g'ri qilgan degan xulosaga kelishingiz sababchi bo'ladi degan umidim bor inshaalloh. Kitobni o'qir ekansiz, sizga juda ham ajoyib ma'lumotlar va juda ham ajoyib yangiliklar paydo bo'lishiga aminman va bu kitobni sizni qiziqtirishi va ichiga sho'ng'ib ketishingiz sababchi bo'lishi ham aniq. Ammo sizdan iltimos qilgan bo'lardimki, ichidagi boshidagi 30 yoki 40 yoki 50 betni o'qiyotgan paytingizda Sulton Abdulhamid haqida salbiy fikrlar o'qir ekansiz, bu kitobdan sovib qolmang. Bu kitobni oxirigacha o'qishga harakat qiling. Oxirigacha o'qir ekansiz juda katta xulosalar olasiz. Agarki sizda savollar tug'iladigan bo'lsa, Abdulaziz aka, bu kitob tarjima qilgan kitobingizda mana bunday fikr bor ekan, buni asli qanday bo'ladi deyiladigan bo'lsa, bundan keyingi ma'lumotlardan kelib chiqqan holatda men sizga aslini qanday bo'lgani to'g'risida ma'lumotlar berishdan hech ham charchamayman. Va bu kitobni inshaalloh davomini ham chiqaramiz va Sulton Abdulhamid xonning tarixi va ularning qilgan ishlari va ularning qilgan yaxshi tomonlama xizmatlarini yoritib berish va buni turkiy millatlarga anglatish bo'yicha hali ko'pdan ko'p xizmatlar qilamiz degan umidimiz bor. Mana shunday xizmatlar orasida bundan keyingi kitoblarni ham taqdim va qilish niyatim bor edi. Inshaalloh Sulton Abdulhamid xon haqida bir asar yozar ekanman. Yuragimda kemtik bo'lib qolgan ikkita bir shaxsiyat bor. Mana shu shaxsiyatlar haqida ham inshaalloh yaxshi bir kitoblar topib tarjima qilishlik ustida jiddiy shug'ullanmoqchimiz. Agar Alloh nasib qiladigan bo'lsa, bu kitoblarni ham sizlarga tez fursatda taqdim qilamiz degan umidimiz bor. Birinchisi Ali Qushchi. Ali Qushchini ko'pchilik insonlar bilmasa kerak, o'zi aslida Mirzo Ulug'bek davrida yashab o'tgan Mirzo Ulug'bekning eng yaqin do'stlari va eng katta olimlardan biri edi. Usmonli tarixida Ali Qushchiga nisbatan shunday ta'rif beriladi. Agar Ali Qushchi bo'lmaganida edi, Usmonli imperiyasi ilm-fan poydevorini qura olmagan bo'lardi va Ali Qushchi mana shunday poydevorni qurgan katta shaxsiyatlardan biri edi deb eslatiladi. Ali Qushchi Usmonli imperiyasi ketishi, Usmonli imperiyasini ilm poydevorini qurishi va Usmonli imperiyasi Ali Qushchidan keyin, Ali Qushchidan oldingi va Ali Qushchidan keyingi Usmonli imperiyasiga o'zgarganligi to'g'risida juda katta tarixiy ma'lumotlar bor. Ammo afsuski o'zbek tilida bu ma'lumotlar yetarlicha mavjud emas. Hozirda hattoki Ali Qushchining qabrlari ham Istanbulda Ayub al-Ansoriy roziyallohu anhu ning qabrlari yonida joylashgan bo'ladi. Ali Qushchining hayoti va Fatih Sulton Mehmet Fatih Sulton Mehmetni tarixini o'rganishlik bizga juda katta tarixiy ma'lumotlarni o'rganishlikka olib keladi va men o'zim Usmonli tarixida siyosati bilan eng katta ajralib turadigan ikkita podshoni tanlab ayta olasanmi deyiladigan bo'lsa, 3 ta deb aytiladigan bo'lsa, 3 taning eng kattalaridan biri Fatih Sulton Mehmet, ikkinchisi Qonuniy Sulton Sulaymon, uchinchisi esa Sulton Abdulhamid xon. Va yana bir narsani eslatib o'tmoqchimanki, siz bilgan Muhtasham 100 yil kitobi, Muhtasham 100 yil serialidagi Sulton Sulaymonni haqiqiy Sulton
Sulton Sulaymon bilan o'rtasida juda katta farqi bor. Shuning uchun ham inshaalloh Sulton Sulaymon tarixi haqida ham alohida bir kitoblar yozishlik va taqdim qilishlik niyatimiz borki, sizga asl tarix bilan tanishtirishlik va asl tarix bilan sizni ilmingizni boyitishlik niyatlarimiz, rejalarimiz va juda ko'p. Va bularni barchasini kim bilan qilmoqchisiz va qanday qilmoqchisiz degan savollarga endi javobimiz tayyor. Bizga hozirgacha homiylik qilib kelayotgan va ilm fanga va O'zbekistonga ziyo tarqatish sababchi bo'layotgan Qamar kitoblar do'koni va Qamar nashriyotiga alohida tashakkurlarni bildirib, bundan keyingi kitoblarimizni ham xudo xohlasa Qamar nashriyoti bilan birgalikda qilish rejasida ekanligimizni taqdim qilib eslatib ketmoqchiman. Va sizlarda ham savol tug'ilishi mumkin, Sulton Abdulhamidning Sirdoshi kitobini qayerdan topsak bo'ladi? Barcha O'zbekistondagi kitob do'konlaridan va eng asosiysi Qamar kitoblar do'konidan bu kitobni xarid qilishingiz mumkin, chunki Qamar kitoblar do'koni va Qamar nashriyotining ilk nashr qilgan kitoblaridan biri hisoblanadi. Kitobni o'qirkansiz, agarki manfaat oladigan bo'lsangiz, agarki foyda oladigan bo'lsangiz, bizni haqqimizga ham chiroyli bir duolar qilib qo'yasiz degan umidimiz bor va eng asosiysi mana bunday tarjima qilishlik, kitob tarjima qilishlik va kitoblarni ustida sizlarga targ'ib qilishlik va kitobni ziyo tarqatishlik ustida bizga qilayotgan xizmatlarimiz yanada ko'p va yanada himmatimizni baland qilishni Alloh taolodan nasib qilishini so'rab qolgan bo'lardik inshaalloh. Kitob nashr qilar ekanmiz, kitob tarjima qilar ekanmiz, qiyinchiliklari juda ham ko'p ekan. Eng katta qiyinchiliklardan biri moddiy tomonlama, buni ta'minotini qilishlik, kitobni tarjima qilish davrida homiylik olishlik yoki bo'lmasa shunga yarasha qiyinchiliklar. Shuning uchun siz azizlarga iltimos qilgan bo'lardim. Har bir millat ikkita unsur bilan rivojlanadi va ikkita unsur bilan rivoj topadi. Birinchisi u mamlakatdagi juda katta boylar va ularning himmatlari. Ikkinchisi esa o'sha davlatdagi eng katta aqlli insonlar va olimlar va ularning himmatlari. Davlatdagi mana shu ikkita shaxsiyatlarni bir-biriga qilgan himmatlari sababidan ilm-fan rivojlanadi va ilm-fan bundan rivoj topadi. Agarki jamiyatimizda katta-katta boylar olimlarga, kitob nashr qilayotgan noshirlarga va hattoki kitob tarjima qilayotgan, kitob yozayotgan insonlarga homiylik qiladigan bo'lsa, ularni moddiy tomonlama kam postlarni to'ldiradigan bo'lsa, mana bunday kitoblarni yozishlik va tarjima qilishga harakat qilayotgan insonlar moddiy tomonlama qiynalmasa, bundan da ko'proq asarlar tarjima bo'ladi. Bundan da ko'proq asarlar yoziladi va bittagina boylarning himmati sababidan butun millatdagi ilm-fan rivoji yanada yuksaklarga va yanada katta-katta olma chiqishi sababchi bo'lishini sizlarga eslatib ketmoqchiman. Faqirlarga va yo'qsillarga sadaqa qilishlik yaxshi, ammo ular bu narsani yeb tugatganlardan keyin savobi ham o'sha yerda tugaydi. Ammo siz ilm-fanga homiylik qilar ekansiz, ilm-fanga katta bir homiy insonlardan biri bo'lar ekansiz, demakki siz nima qilyapsiz desa, siz butun bundan keyingi 100 yillar va 200 yillar mana shu millatdan chiqishi mumkin bo'lgan va siz homiylik qilgan kitoblar va siz homiylik qilgan asarlardagi ilmdan manfaat olgan insonlarning barchasini savobini ham o'zingizni sadaqa joriy sifatida olishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun sizlarga ilm-fanga homiylik qilishingizni taklif qilib qolgan bo'lardim. Agar qayerdadir bir kitob yozayotgan, kitob tarjima qilayotgan yoki bo'lmasa ilm-fanni rivoji uchun harakat qilayotgan birorta bir olim yoki talib ilm ko'rar ekansiz, albatta unga homiylik qiling va mana shu homiyligingiz sizni juda katta ilm-fan uchun va yurt uchun, millat uchun qilgan xizmatlaringizdan biri bo'ladi degan umidimiz bor va sizlarga yana bir marotaba Sulton Abdulhamidning Sirdoshini taklif qilgan holatida Qamar kitoblar do'koni bilan birgalikda sizlarga tashakkurimizni va bu kitoblar uchun o'qib o'zingizni xulosalaringizni Qamar kitoblar do'koniga maktub sifatida yoki bo'lmasa meni o'zimni shaxsiy bloklarimda, pastimizda shaxsiy bloklarim Instagram, YouTube va Telegram kanallarim berib boriladi. Shularni birortasiga yuborishingizni taklif qilib qolgan bo'lardim. Sizning fikringiz biz uchun juda ham qiziq. Agarki kamchiliklar va xato kamchiliklar ko'radigan bo'lsangiz, bularni ham eslatib o'tadigan bo'lsangiz, keyingi nashrlarda yanada diqqatli bo'lishimizga inshaalloh sizga yordamchi bo'lgan bo'lardingiz. Bu kitobning taqdimotini Qamar kitoblar do'koni bilan birga qilganmiz. Mana bu yerda hozir ko'rishingiz mumkin bo'ladi linkini. Shu yerda ko'rib, agar ustiga bosadigan bo'lsangiz, taqdimot qanday o'tganligi va taqdimotda hozir eshitmagan ma'lumotlaringizdan ham bahramand bo'lish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling va kitoblar bilan birga bo'ling. Olimlar, kitoblar va ziyo, ilm ziyosi hech qachon bizni hech qachon O'zbekistonni tark qilmasin. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum.